Mana Olmaliq 15-maktab, bu tomoni Asal Pavorot. Xullas, negativlarni fikri bo'yicha men hozir paxtani juda ham kattasini qo'yaman. Meni mahallamda qaranglar nimalar bo'lib ketdi. Sadir aka, sizdan qishda отопление yaxshi bo'lishini so'ragan edim aka. Nimalar bo'lib ketdi bizning mahallada? Xudo xolasa, mana hurmatli Olmaliq shahar hokimimiz Hamdam Qobul Murodqulovich tashabbusi bilan mana shu Koinot mahallasida ayrim ko'p qavatli uylar, binolar ta'mirlash ishlari va yo'llari ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Shuni hisobiga Qarang, gapingizni bo'laman. Bu yerda hozir turba almashtirilyaptimi? turba issiqlik manbai o'zini turbalarini alishtiryapti. Qancha vaqtda bitadi bu? Xudo xolasa 1 oy, 2 oy jarayonida bu joylar chiroyli obod bo'ladi. Ma'lumot uchun aytib o'taman, Sardor aka Baraka hayotni BSK'sining rahbari. Qishda xullas bet sovqotmaydi umuman. Отопление suv zo'r bo'ladi. Shu Koinot mahallasini ham shu bir chiroyli ko'rinishga olib kelmoqchimiz. Ya'ni bu yerda shu zamonaviy latoklar, bordurlar, ko'p qavatli uylarning fasad qismlari, bundan tashqari kirish yo'laklari, mana podez deymiz. Qolaversa, simlar har xil domga noqulay ilingan, to'g'ri ilinmagan, ularni to'g'rilash. Qobil Hamdamov o'zi shaxsan 3 kun, 4 kundan beri chetda yuribdi. Siz ham shu qatorda xuddi shunday. mehnat uchun rahmat, rozi bo'ling. Bu videoni Koinot mahallasida yashaydigan tanishlarga jo'natib qo'yamiz.